Farg'ona davlat universitetida katta tantana. Fardu futbol klubining chempionat, ya'ni Pro Liga o'yinlari oldidan katta taqdimot marosimi bo'lib o'tmoqda. Ushbu taqdimot marosimida Fardu rektori Bahodirjon Shermuhammadov boshchiligidagi jamoa hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedov ishtirok etadi. Farg'ona davlat universitetiga xush kelibsiz. Tadbir avvalida so'z olgan rektor Bahodirjon Shermuhammadov muhtaram prezidentimiz tomonidan professional futbolga qaratilayotgan e'tibor hamda Fardu futbol klubining shu kungacha erishgan yutuqlari, qilingan tinimsiz mehnatning natijalarini e'tirof etdi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedov akademiyalari tarmog'i asoschisi Odiljon Ahmedovga beriladi. Marhamat. Shuningdek, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedov so'nggi yillarda yurtimizda, xususan Farg'ona davlat universitetida Fardu futbol klubiga yaratib berilayotgan imkoniyatlar, o'z faoliyati davomida tarix yaratayotgan, professional futbolga qadam qo'yayotgan Fardu futbol klubi natijalari xususida ta'kidladi hamda kelgusidagi faoliyatida ularga zafarlar tiladi. Tadbir so'ngida Odil Ahmedovga universitet rahbariyati tomonidan oliygoh ramzi tushirilgan statuetka hamda Fardu futbol klubining maxsus futbolkasi, oliygoh rektoriga esa klubning maxsus futbolkasi hamda tashakkurnomasi taqdim etildi. Avvalambor barcha farg'onaliklarni tabriklayman, chunki O'zbekiston tarixida birinchi bor Farg'ona davlat universiteti Pro Liga ishtirokchisiga aylanyapti. Shuning uchun ularni ishtirokida ijobiy qatnashishiga tilakdoshman. Farg'ona futbolni rivoji yo'lida hech qachon charchashmasin. Futbolchilarga omad tilayman, o'ylagan niyatlariga yetsin. Farg'ona futbolidan ham O'zbekiston terma jamoasida o'ynaydigan yaxshi futbolchilar yetishib chiqsin. Bu klubga faqatgina omad tilab qolaman. Rahmat.